Assalomu alaykum opajon. Mana biz yashab turgan uyimiz. Bu mana kuxnyamiz. Hamma sharoitlari bor kuxnyani ham. Xolodilnik. Mana bu dushovoyi. Dushovoyda ham hamma sharoitlarimiz bor. Mana bu eshikdan bo'lsa, qasamlarni o'rnashtirish uchun kiramiz. Ko'chaga chiqmaymiz. Ayollar umuman tashqariga chiqishi yo'q. Yashab turgan xonamiz. Chiqamiz. Eshikdan erkaklar qiladigan ishi mana kuzda barglar tushadi, o'sha barglar shipiradi. Barglar ham tugadi. Mana qizlar turadigan uyi. Mana bu mashinalari garaji. Shu har zamonda chiqib kelgan mashinalar kir bo'lsa yuvadi erkaklar. Shu mana chiroyli joylar, toza havo. Ish kam. Prosta meni oilaviy sharoitim ko'tarmaganligi sabab men o'rnimga odam qo'yib ketmoqchiman. Mana bunchagina ozgina yerchalari bor. Yozda kuni bir nimalar ekishadi. Endi parnikcha bor, ko'kat nimalar, bodringlar ekadi. Maydigina parnikcha. Mana bu gazon, yozda kuni gazon o'radi. Ozroqgina joyi bor. Bir haftaga bir marta ham erkaklar uylari. Pastellari bor, shashlik qiladigan joylari bor. Telefonim unchalik chiroyli olmaydi. Lekin juda ham chiroyli joylar, toza havo. Troyski degan joyda. Bozor kuni dam. Mana bugun bizga dam. Bozor kuni xohlagan joyingizga borib aylanib kelsangiz bo'ladi. Shunaqa. Mana shu hovli. Ichkarini ishlarni ayollarni o'zi biladi. Shu yoqqa changartadi. Bir haftaga bir uylarni pelsa siqib pullar to'ladi. Toza joylar, chista.